Ikki qavatli xonadonimiz 97 ming dollarga baholanyapti akalar. Foydalanib oladigan joyi mana bu xonadonni bitta ko'ringlar. Ikkita yonma-yon qilib qurilgan zo'r variant. Foydalanib olishga arziydigan xonadon akalar. Faqat hozir remont holati davom etyapti. Pat ключ holatda 100% sizlarga topshiriladi. Zo'r holatda topshiriladi. Holatini qarang. Hovlisi kattagina bitta mashina sig'sa bo'ladi. Hop, ichkarisini holatini ko'rsataman. Yuqori sifatda remontlar amalga oshirilyapti akalar. Deyarli ish qolmagan. Bu to'g'ri eshik bilan zina qolgan faqat. Oppoqqina eshigi bilan oppoqqina zinalari bilan tasavvur qilib turaveringlar akalar. Narxi 97 ming dollar. Toshkent shahar Sergeli tumanida joylashgan Xonobod mahallasida. Sanuzellari, bu yoqda yana bitta kattagina xona bo'ladi akalar. Lekin mana bu vidligi zo'r, lyustralari, hamma narsasi zo'r akalar. Podvali ham bor. Umumiy hisobda yashash maydoni 200 kvadrat metr akalar. 97 ming dollarga Toshkent shaharida bunaqa variantdagi xonadonni lekin uncha-muncha quruvchi sotmaydi akalar, lekin tashqarisida letniy kuxnyalargacha qilingan, akkuratni qilib sizlar uchun toza holatda topshiriladi akalar. Egalariga aloqaga chiqib qo'shimcha ma'lumotni olib, kelib ko'rib narxini savdolashib olsanglar bo'ladi, lekin variant zo'r.